Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli muxlislar. Bugun ertalabdan qo'ylarimizga yana bitta profilaktika ishini olib boramiz. Manizol, albendazoldan beramiz. Ivermectin plus klozantel. Ichak qurtlariga, o'pka qurtlariga hammasiga ishlaydi. Ivermectin qo'shimchasi bor. Bu tashqi parazit degan ishlaydi. Videoni kuzatib borsanglar 10 kiloga 1 grammdan beriladi mana shu qo'ylarimizga. Shu qo'ylarimizga 10 kiloga 1 grammdan beriladi. Katta kichikligiga qarab. Mana bu katta qo'chqorimga berilgan, bu bilan nariga burchakda turganga profilaktika uchun beriladi. Bilagan faktor berib olsa bo'ladi. Baribir hammasi ochiq qolishi kerak 2 soat. Hozircha javobimiz kichkinaligini hisobiga 2 soat och qolishga majbur bo'layapmiz qo'shimchasiga. Bular hammasi ichgan manizol. Shu dorimizdan ichgan hammasi manizoldan. Effekti zo'r, mana ko'rasizlar, mashalloh. Qo'ylarimizda ancha o'zgarish bor. Kuzatib boringlar, xudo xolisa manfaatli video bo'lishiga harakat qilaman. Manfaatli video chiqarishga harakat qilaman.